birinchi yuz tozalashdan boshlashimiz kerak. Shuning uchun men bu maskani 5 yildan beri qilaman. Nimaga? Ko'pincha vaqtim bo'lmaydi kosmetologga borishga. Uy sharoitida 5 yildan ham oshdi bu maskani men ishlatishimga. Hammani xolodilnikida bor narsalardan qilib men уже o'rganib qolganman. Bu maskani qilgandan keyin yuzim yaltillab, bir xuddi o'sha peeling anaqaga kosmetologga borgan effekti даже undan ham toza bo'lib, yengil bo'laman. Ya'ni qaranglar, bunga 2 ta aspirin tabletkani olamiz, maydalaymiz, yarim choy qoshiq soda soldik. Keyin unga bitta tuxum sarig'i, ikkalovini aralashtirib birinchi ezib olamiz aspirinni. Keyin unga tuxum sarig'ini qo'shamiz. Toza yuzga, bilasizlar, toza yuzga qo'yib surib 15 minut. Lekin buni qilishdan oldin hammaning terisi har xil. Shuning uchun sizlardan ehtiyot bo'linglar. Birinchi qo'lingizga surasizlar. Agar allergiya yoki boshqa qanaqadir hammani bilib bo'lmaydi, baribir shuning uchun qo'lda tekshirgan yaxshi. Undan keyin qo'llaylar. Ya'ni agar xohlasanglar qo'llashdan oldin sizlarni